Teri qog'ozning 6-si. Bugun men o'zimni besib olaman. Dolqin ko'tarildi, pasiydi, qish keldi, bahor keldi. Yozdan keyin kuz keldi. Oy birda o'rg'oq shaklida, birda to'lin shaklida bo'ladi. Yomg'ozlar keladi, yana keladi. Gullar echiladi, to'ziydi, cho'plar o'sdi, mevalar pishadi. Tabiat dunyosidagi jami mavjudot davrlik o'zgarib turadi. Men buning sirtida emas. Kayfiyatim ba'zida yaxshi, ba'zi nachar bo'lib turadi. Bugun men o'zimni besib olaman. Bu tabiatning chaqchigi. Uning sirrini biladiganlar kamdan kam chiqadi. Men har kuni uyg'onganda burunqi kayfiyatimni unutmayman. Tunugunki xushallik bugun qayg'u aylandi. Bugunki qayg'u atki xushallikqa o'rin berdi. Mening yuragimda to'xtamay aylanib turadigan bir chaq bor. Xushallikdan qayg'u, qayg'udan xushallikqa, yana xushallikdan qayg'u aylanadi. Bu günning o'zgarishiga o'xshaydi. Bugun guldek echilgan chiroy ata umidsizlikdan solishib kelishi mumkin. Lekin bir narsani esimda chim saqlaydi. Bugun qurib qolgan gulning bargiga atki yangi hayotlikning urug'i qo'shirilgan bo'ladi. Bugungi qayg'u atki xushallikning beshorati. Bugun men o'zimni besib olaman. Qanday qilganda kayfiyatni turaqlashtirib, har kuni unimga ega bo'lg'ili bo'ladi. Buning uchun kayfiyatimni normal tutishim. Bo'lmasa, atki kunimni mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Gulgiyoh, dal-daraxtlar havoning o'zgarishiga ergishib o'sdi. Lekin men o'zim uchun havo paydo qilishim kerak. Men yetishmagan havoni o'zimning yuragim orqali to'liqlashni o'rganib olmasam bo'lmaydi. Agar mening xaridorlarga ato qiladiganim qor bo'ron, qayg'u alam, zulmat va umidsizlik bo'lsa, ularning menga qaytaradiganimi qor bo'ron, qayg'u alam, zulmat va umidsizlik bo'ladi. Mening mollarimni olmaydi. Aksicha, men xaridorlarga xushallik, yo'ruqlik va kulki ato qilsam, ularni menga xushallik, yo'ruqlik va kulki qaytaradi. Bu chaqda mollarini haslab setib, tangdossiz boylikka erishman. Bugun men o'zimni besib olaman. Har kuni baxt va xushallik ichida o'tish uchun qanday qilganda kayfiyatni turaqlashtirib bo'ladi. Men qadimdan kelayotgan buni sirni bilishim kerak. Ojizlar harakatini kayfiyatiga bo'ysundiradi. Kuchliklar kayfiyatini harakatiga bo'ysundiradi. Har kuni o'rnidan turganda qayg'u, bechoralik va mag'lubiyat tuyg'usining iskanasida qolsam, uni mundaq taqadi. Mayuslanganda ovozimni qo'yib o'tib naqshi aytaman. Qayg'uga cho'mganda o'zimni qo'yib o'tib kulaman. Og'rib qolganda haslab xizmat qilaman. Vahima bosganda to'xtamay olg'a ilgirlayman. O'zimdan umidsizlanganda yangi kiyimlarimni kiyman. Xotirjamsizlanganda ovozimni yuqori ko'tarib so'zlayman. Namratlashib ketganda kelgusidagi boylikni o'ylayman. Darmonimdan qolganda ilgirki muvaffaqiyatlarimni o'ylayman. O'zimni ojiz his qilganda ko'zlagan nishonimni o'ylayman. Qisqasi, men bugun o'zimni besib olaman. Bugundan boshlab men bir narsani tushundim. Iqtidorsizlarning qo'lida ish kelmaydi. Men iqtidorsiz emas. Men meni vayron qilib etishga urinayotgan kuchlar bilan to'xtamay erishishim kerak. Umidsizlik va qayg'u alini bir qarabli bilib olib bo'ladi. Lekin dushmanni oson sezib olib bo'lmaydi. Ular chiroyda tabassum, qo'llarini plan tutgan. Meni xohlagan vaqtida vayron qilib etishim mumkin. Ularga kelganda hushyorligimni mangu bo'shashtirmasligim kerak. Menchilikni tutganda mag'lubiyatga uchragan chog'larimni eslayman. Bayashatlikka erishganda och qolgan kunlarimni eslayman. Yuragimda ko'lanlik tuyg'usi bosh ko'targanda raqobatchilarimni eslayman. Xushallikka erishganda xo'rliq tortgan chog'larimni eslayman. O'zimni cho'ng tutganda o'zimning hammaga qodir yoki emasligimni o'ylayman. Boylikka erishganda och yurganlarni o'ylayman. Takabburlikni tutganda o'zimning qo'rqinchaqlik qilib yurgan chog'larimni eslayman. Jahonga patmay qolgan chog'larimda beshimni ko'tarib yulduzlarga qarayman. Bugun men o'zimni besib olaman. Men bu iqtidorga ega bo'lsam, boshqalarning kayfiyatidagi o'zgarishni texmi oson sezib olaman. Men g'azabdan asabiylashgan odamlarni kechiraman. Chunki ular o'zini besib olishni tutmaydi. Ularning chullash, haqoratlashlarga chidayman. Chunki
Balki ularning ati o'zgarib, muloyim holiga qaytadiganligini bilaman. Men odamlarning birli tarafiga qarab baho beradigan, birdamlik o'ch adovatni deb boshqalarga aralashmaydigan ishni endi qilmayman. Bugun bir tiyim pul xashlab, katta paytun setib olishga ko'zi qiymagan odam, ata butun mol bisotini bir tol chirimlik yeyishib o'tishi mumkin. Bu sirni bilib olgan ekanman, cho'qim zo'r boylikqa erishaman. Bugun men o'zimni bilib olaman. Men hozir inson kayfiyatining o'zgarishidagi sirni bilib oldim. O'zimning o'zgarishchan kayfiyatimni endi o'z mayliga qo'yib bermayman. Bana ma'lum. O'zini besib olishga qodir odamlar o'z taqdirini qo'lda tutib turadi. Men o'z taqdirimni qo'limda tutib turaman. Mening taqdirim dunyodagi eng ulug' mol sotuvchi bo'lish. Men o'zimga xo'jayin bo'laman. Men mush orqali ulug' varliq